Assalomu alaykum, Veroseling mijozlari. Bugun bir izohga javob beramiz. Aka, sizlarda biroz qimmat ekan-ku. Menga arzonroq taklif tushdi. Aka, eskilarning gapi bor. Arzon narsa tatimaydi. Bozorda arzon mahsulotlar ko'p, lekin savol, ular nega arzon? Keling sizga qisqacha qilib va aniq qilib tushuntiraman. Avval videoga bitta like bosing, qani ketdik. Standart narxdagisini men sizga tushuntirib beraman. 10 gun o'lchamdagi grilyati 3 va 4 sm balandlikda bo'ladi. 10 gun o'lchamdagisida aslida kataklar o'lchami 9 ga 9 bo'ladi va mahsulotning qalinligi 0.3 mm ni tashkil qiladi. Arzon narxdagi grilyati tashqi tomondan o'xshashlik bo'lishi mumkin, lekin aslida boshqacha bo'ladi. Sizga 10 gun o'lchamdagisi balandligi esa 4 sm deb turib aytishadi. Ba'zi hollarda 11 ga 11, balandligi esa 3 sm bo'lib chiqadi. Nega bunday? Chunki aksariyat mijozlarimiz bu farqni sezmaydi. 11 ga 11 o'lchamdagi balandligi esa 3 sm bo'lgan grilyati bu sifatsiz mahsulot degani emas. Shunchaki sizni narx jihatidan aldamoqchi bo'lishganini bildirib qo'yamiz. Sifat buzilishi mahsulotning qalinligi yoki bo'lmasa bo'yoqlar sifatliligiga bog'liq bo'ladi. Ba'zi o'rnatilgan joylarda mahsulotning qalinligi standartga javob bermasligi, ya'ni 0.3 mm emas, balki 0.25-0.28 mm ekanligini sezib qoldik. Afsuski, bu mahsulot tez egilib yoki bukilib qolishi mumkin. Bo'yoqlar ham sifatsiz hisoblanadi va qisqa muddat ichida o'z rangini yo'qotadi. Eng yomoni ustalar ko'pincha kleshlashga majbur bo'lishadi. Vaqtlar o'tib esa shift chiqish xavfi paydo bo'ladi. Bizda esa bu muammolar yo'q. Maxsus qismlar yordamida shift mustahkam o'rnatiladi va yillar davomida o'z chiroyini yo'qotmaydi. Albatta, har bir shiftning o'z o'rni bor. Mahsulotlarning ulushi yaxshi, bo'lishi yomon deya olmaymiz. Shuni unutmang, sifat arzon bo'lmaydi. Arzon narsa esa uzoqqa bormaydi. Albatta, tanlov o'z qo'lingizda. Veroseling biz uchun sifat foydadan ustun.